Assalomu alaykum hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Bugungi xabarlarni o'qishni boshladik. Yevropaning yetakchi chempionatlari qatoriga shiddat bilan kirib borayotgan Turkiya Superligasida mamlakat chempionligi, Yevrokubok yo'llanmalari va to'purarlarning oltin butsasi uchun kurash juda qizg'in kechmoqda. Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev o'ynayotgan Istanbul Başakşehir jamoasi 21-turni safarda o'tkazib, Eyüpspor maydonida muhim g'alaba bilan qaytdi. Istanbulliklarning muvaffaqiyatida har ikki o'zbek legionerining hissasi juda katta bo'ldi. Birinchi bo'limda hisobni Başakşehirning germaniyalik legioneri David Zelski ochdi. U Abbosbek Fayzullayevning qanotdan uzatgan to'pini boshi bilan darvoza to'riga joyladi. 22 yoshli hujumkor futbolchimiz joriy mavsumda Superliga va mamlakat kubogidagi assistlari sonini 4 taga yetkazdi. Bundan tashqari Abbosbek hisobida har ikki musobaqada urilgan 3 ta gol bor. O'yinning ikkinchi yarmida katta sahnaga Eldor Shomurodov chiqdi. 30 yoshli hujumchimiz raqib jarima maydonchasiga kirish bilan aniq zarba yo'llab 53-daqiqada Eyüpspor darvozasiga ikkinchi to'pni kiritdi va amalda uchrashuv taqdirini istanbulliklar foydasiga hal qildi. Uchrashuvning qolgan daqiqalarida ham ustunlik Başakşehir tomonida bo'ldi, biroq mezbonlar so'nggi daqiqalarda bitta javob to'pini kiritdi. Amalda Shomurodovning aniq zarbasi mehmonlarning 2-1 hisobdagi g'alabasini ta'minlagan gol bo'ldi. Shu tariqa Shomurodov jamoasi chempionatdagi mag'lubiyatsiz seriyasini 8 taga yetkazib oldi. Ta'kidlash joizki, Eldor birinchi davra o'yinida Eyüpsporga gol ura olmagan edi. Endi hamyurtimiz bu jamoani ham o'zining qurbonlari qatoriga qo'shib qo'ydi. Shomurodov Turkiyaga kelganidan beri oliy diviziondagi 17 ta raqib jamoadan 14 tasi, ya'ni Beshiktosh, Alanyaspor, Konyaspor, Galatasaray, Antalyaspor, Kocaelispor, Gençler Birligi, Trabzonspor, Kasımpaşa, Samsunspor, Gaziantep, Fatih Karagümrük, Rizispor va nihoyat Eyüpspor darvozasini ishg'ol qildi. Endi Eldor Shomurodov gol ura olmagan ikkita jamoa qoldi. Hamyurtimiz Göztepe va Fenerbahchega chempionatning ikkinchi yarmidagi o'yinlarda to'p kiritishga harakat qiladi. Kayserispor esa chempionatning har ikki o'yinida Shomurodovning gol urishiga yo'l bermagan yagona jamoa bo'lib turibdi. Shu o'rinda Superliganing to'purarlar bahsi ham qizg'in pallaga kirdi. 21-tur uchrashuvni bir kun oldin o'tkazgan Trabzonspor hujumchisi Paul Anuachu Samsunspor darvozasiga ikkita to'p kiritib, to'purarlar poygasida 15 ta gol bilan Eldordan o'zib ketgan edi. Nigeriyalik forvard to'purarlik taxtida atiga bir kun o'tirdi. Shomurodov asosiy raqobatchisining o'zidan ilgarilab ketishga yo'l qo'ymadi. Eyüpspor darvozasiga chempionat doirasidagi 15-to'pini kiritgan Eldor Anuachu bilan tenglashib oldi. Istanbul Başakşehir bu g'alabadan keyin ochkolari sonini 33 taga yetkazib oldi va Yevropa kuboklariga yo'llanma beradigan yuqori o'rinlar uchun kurashishni davom ettirmoqda. Nuriy Shahin shogirdlari chempionat doirasidagi navbatdagi uchrashuvni 15-mart kuni o'zidan bir pog'ona yuqorida turgan Beshiktoshga qarshi o'z uyida o'tkazadi. Bo'lajak uchrashuvdagi g'alaba Başakşehirni Yevropa maydonlariga yo'llanma beruvchi o'rinlarga yanada yaqinlashtiradi. Xitoy mart oyida o'rtoqlik turnirini o'tkazishni rejalashtirmoqda. Bu haqda The Asanbel Football Instagram sahifasi xabar berdi. Unga ko'ra, Xitoy futbol assotsiatsiyasi 2026-yilgi Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik doirasida mart oyida Sian shahrida 4 ta U23 terma jamoalari ishtirokidagi turnirni tashkil etishi mumkin. Mazkur musobaqada Tailand ishtirok etish uchun taklifnoma olgan. Vietnam U23 terma jamoasining qatnashishi esa ehtimoliy sifatida ko'rilmoqda. Shu bilan birga Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi futbol hamkorligi tobora mustahkamlashib bormoqda. So'nggi paytlarda O'zbekistonning U19, U17 va U16 terma jamoalari Xitoyda o'quv mashg'ulot yig'inlarida hamda o'rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushdi. Shu bois Ravshan Haydarov boshchiligidagi jamoaning ham kichik musobaqaga qo'shilishi kutilmoqda. Ozarbayjon Premyer Ligasi 19-tur doirasidagi Sabah Aras o'yini bo'lib o'tdi. Mezbonlar safida o'zbekistonlik yarim himoyachi Umorali Rahmonaliyev o'yinni boshlang'ich tarkibda boshladi va 76-daqiqada zaxiraga olindi. Hamvek 9-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib hisobni ochdi. Bahs 4-1 hisobida mezbonlar foydasiga hal bo'ldi. Sabah 19 o'yindan so'ng 46 ochko jamg'argan holda Ozarbayjon Premyer Ligasida birinchi o'rinda bormoqda. Bitta kam o'yin o'tkazgan Qorabog' hisobida 39 ochko bor. Cristiano Ronaldo professional liga va o'zi o'ynayotgan An-Nasrdagi vaziyatdan juda qattiq noroziligini bildirdi va Saudiya Arabistoni davlat investitsiya jamg'armasi rahbariyatiga ultimatum qo'ydi. Bu haqda NBC xabar bermoqda.
Manba ma'lumotlariga ko'ra, portugaliyalik futbolchi klubning transfer siyosatidagi holatdan ko'ngli qolgan va amaldorlar qasddan Al-Nasrni kuchaytirmayapti. Barcha resurslarni chempionlik unvonini ta'minlash maqsadida Al-Hilolni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilyapti, deb hisoblaydi. Ronaldo bunday vaziyatga ko'nikishni istamasligini ochiq-oydin bildirgan va keyingi transfer oynasida o'zgarishlar bo'lishini talab qilgan. Aks holda u Saudiya Arabistonini tark etishga tayyor. Agar yozdagi transferlar oynasida talablarim bajarilmasa, men ketaman, dedi Cristiano Ronaldo. Qayd etilishicha, Ronaldoning Al-Nasrdagi faoliyatini davom ettirish uchun asosiy shart jamoa tarkibining haqiqiy kuchaytirilishi va jamg'arma rahbariyati tomonidan klublarga nisbatan teng munosabatda bo'lishdir. Avvalroq portugaliyalik futbolchi o'z klubining 2 uchrashuvini boykot qilgan edi. Bu Saudiya Arabistoni professional ligasiga katta iqtisodiy ziyon keltirgani aytildi. Barselona bosh murabbiyi Hans-Dieter Flick mavsum yakunlangach klubni tark etishi mumkin. Qaror 15-mart kuni bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlari natijasiga bog'liq bo'ladi. Germaniyalik mutaxassis o'zini amaldagi prezident Joan Laporta jamoasining bir qismi deb hisoblaydi. Flick Laporta qayta saylangan taqdirdagina yangi shartnoma imzolashga tayyor. 1-iyungacha esa bitimni uzaytirish bo'yicha hech qanday chora ko'rilmaydi. Qayd etilishicha, prezidentlikka nomzodlardan biri Viktor Font saylovlarda g'alaba qozongan taqdirda Flickni klubda saqlab qolish istagini bildirgan. Flick Barselonani 2024-yilning may oyidan buyon boshqarib kelmoqda. Uning qo'l ostida birinchi mavsumda jamoa Ispaniya chempionati, kubogi va Super kubogida g'olib chiqdi. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.